Baxtiyor Muhammad Amin Abdurahim o'g'li. Fitratingni qiynama. Dastavval mavzuyimiz tarkibidagi fitrat so'zining sharhiga to'xtalamiz. Bu so'z insonning tabiatdan yaratilishi, insonning tabiiy holati kabi ma'nolarni bildiradi. Yoyibroq aytganda, birov unday tug'ilgan, birov bunday, birov chiroyli, birov yana boshqacha. Endi senga savol. Bir joyda oq atirgul o'sib turibdi. Sen qo'lingga har xil bo'yoqlar, agar imkoning bo'lsa, ayollar bo'yinadigan kosmetik bo'yoqlardan eng zo'ri deb maqtashadiganidan oldi atirgul shoxlaridan birida chiroyli bo'lib turgan bir nechta donasidan bittasini bo'ya. Faraz qilamiz, sen unga mahoratli usta rassom kabi did bilan yaxshi ranglar berding. Keyin uni o'z holiga qoldir va kuzat, hamda natijani atrofidagi sheriklari bilan taqqosla. Xo'sh, nima bo'ldi? O'sha gul avval qanday holda edi-yu, keyin qanday holga kelib qoldi? Atrofidagi gullar qanday holda-yu, u qanday holda? Oddiy til bilan aytganda, sen o'sha gulning fitratini buzib qo'yding. Vaholanki, sen eng zo'r deb baholanadigan bo'yoqdan foydalangan eding. Bu qilgan ishing o'zingga yoqdimi? O'sha atirgulgacha. Albatta, noto'g'ri ish. Shunday emasmi? Mazkur ishdan ibrat olish kerak. Bir atirgul ekan-ku, shunga shunchami demagan. Chunki o'sha atirgulni ham, seni ham bitta Alloh yaratgan. Yana o'zgacha ta'riflaydigan bo'lsak, sen ham o'sha atirgulga o'xshaysan. Shuningdek, boshqa barcha insonlar ham. Demak, sen bilib oldingki, fitratni buzishda hech qanday yaxshilik yo'q. Qissadan hissa shuki, qanchadan qancha millionlab ayollar o'zlarining u yer, bu yerini bo'yab yoki bo'yatib fitratlarni buzishayotganligini fahmlab olding. Bo'yiladigan, pardozlanadigan joylarni bir sanaymizmi? Yana ko'p narsani idrok qilib olasan. Mana, o'zing ham biladigan narsalar. Yuz. Ba'zan yonoqning o'zi alohida. Lab, ko'z, kiprik, son, tirnoq, ba'zan oyoqniki alohida, qo'lniki alohida. Qosh, qovoq. Xo'sh, shuncha joyni bo'yash uchun qancha vaqt ketadi? Qancha bo'yoq ketadi? Qancha pul ketadi? Bu ketgan narsalar isrof ekanligini aniq bilasan-ku. Yana qanaqa isrof? Inson o'zining boshqaning emas, fitratini buzishi uchun yo'l qo'yadigan isrof. Sen aqlli qizsan. Shunday bema'ni isroflarga ich-ichingdan qalbing tubidan rozimisan? Shunday ishlarni qildirayotgan ayollarni kim shunday qilishga majbur qilyapti? Yoki ularni shunday qadam qo'yishga nima majburlayapti? Keyin ular o'z fitratini qaytib tiklay olmaydilar-ku. Nahotki tushunmasalar. Buzilgan teri va buzilgan fitrat insonni bir umr har tomonlama qiynab qo'yishini ular, afsuski, hech tushunadilarmi? Ular o'shanda pushaymon bo'lishadiki, bekor shunday qilibman. Hozirda esa ular aqlli bo'la turib, bunga e'tibor qilmaydilar. Foydali narsa uchun emas, zararli narsa uchun, boshqaning emas, shaxsan o'zining fitratini buzish uchun shunday noto'g'ri qadam qo'yib, aldanayotganlarni bilmaydilar. Yoki bilishni istamaydilar. Yoki xushbo'ylik istagida bo'lib, doimiy ravishda har turli atir, duhi va shunga o'xshash narsalar bilan xushbo'ylanayotgan. Qo'ltiq tagida doimiy ravishda o'zining maxsus narsalarini ishlatayotgan kishilar o'zlarida asta-sekin qo'lansa hid paydo bo'layotganini bilib qolishganlaridan keyin ham yana ham kuchlirog'ini ishlatishga majbur bo'lib qoladilar. Bundan 10-11 yil oldin bir idorada ishlaganman. Birga ishlaydiganlarimizdan bir erkak kishi va bir ayol doimo ana shunday narsalar ishlatganliklaridan ularda paydo bo'lib qolgan qo'lansa hid hammaga tanish bo'lib qolgan edi. Natijada ularning kelmaganliklari o'zlarining chiqargan hidlaridan bilinardi. Vaholanki, ular
eng zamonaviy kishilardan edilar. Bu ham fitratni buzib qo'yishga bir misol bo'ladi. Otaxon shoirimiz Abdulla Oripov o'zining mashhur Ayol degan she'rida yozadi. Ba'zida tirnoqlar bezagi uchun sahardan shomgacha qilasiz toqat. Biroq yoringizni kutgali nechun topilmas tirnoqcha sabr-u qanoat. Bu bandda tirnoq so'zi ikkita hamda chuqur ma'noda ishlatilgani uchun u so'zlarni ajratilgan rangda yozdim. Qizim, oq varaqday umringni oldinda sen qanday yo'l tutasan? O'shanday bir umr pardozlanib, bo'yanib yurgan tanishlaring bo'lsa yoki o'shanday yurishni o'ziga lozim tutadigan ayollar bilan bemalol suhbatlashish imkoning bo'lsa, o'zing bir gaplashib, fikrlashib ko'rchi, nima deyishar ekan. So'ng esa shunaqa qadam qo'yish yoki qo'ymaslik haqida biror qaror qabul qilish o'zingga havola.